qaysi biring nima desa endi og'zingga kelgan gapni gapirlaring mani bolam tuzaladi degan anaqa bilan kelmadingiz nima tushunasizmi? Men bekorga bu savolni bermadim. Sababi men o'zingizda уже ko'rib turibman, shu hech kimga ishonchingiz qolmaganini. Juda ham yaxshi ko'rib turibman. O'shaning uchun men sizga savol beraman. Hozir men sizga nima degan taqdirimda ham sizni o'zingizni ishonchingiz уже cho'kkanligini hisobiga meni gapim ham sizga bir havoyidek tuyulishi mumkin. O'shani sevman, psixologman baribir. Men o'shani bilganim uchun aynan sizga shu savolni berdim. O'shaning uchun men aytamanki, o'zingizda avvalambor men hech kim emasman. Olib borgan odamingiz ham hech kim emas. Toshkentdagi. U yoqda Almamutga olib borganingiz ham hech kim emas. Avvalo Alloh. Alloh doim aytaman, shifo bersagina bolada yaxshilik bo'ladi. Lekin rezultat bo'lishi uchun, hamma narsa yaxshi bo'lishi uchun ishonchni yo'qotishimiz kerak emas. Menga emas, odamlarga emas, o'zingiz aytgandek doktorlarga emas. Sizchi xafa bo'lmang. Mendan kichkinasiz, menimcha anchagina. Kam desam ham uka, ochiq gap, hozir Allohga ishiga ishonchingiz qolmayapti-da. Men shuni chust tutib turibman-da, nimaga aytayotganim siz aytmayapsizki, qaysi biring nima desa endi og'zingga kelgan gapni gapirlaring mani bolam tuzaladi degan anaqa bilan kelmadingiz, nima tushunasizmi? Nima desa endi og'zingga kelgan gapni gapirgan, men bolamni tuzatib olaman, hech kim masala degan ruhiyat bilan kirganingizda, men sizga bu savolni bermasdim. Siz ruhiyatingiz cho'kib turibdi. Ozgina umid bor baribir Allohdan. Ozgina emas. Bo'lmasa, bolam o'shida qo'yib ketdingiz. Ozgina emas. Balki ishoning, to'ppa-tuzuki, chiroyliligini qarang, men gapimni eshittirishini qarang, krasavchikligini qarang buni. Imkoniylar bor. Haligacha meni ko'zim yetyapti. Bolani nima deydi, ancha narxi holatga ketdi-da. Tan olish kerak, ZPR bo'lgan bo'ladi, baribir ko'p, juda ko'p holatlarda, har doim emas, avvalo Alloh meni pol ochib qo'ymaydi. Lekin 90% holatlarda maktabda yaxshi o'qimatli uchraydi. O'zingiz ham 2-chi, 3-chi sinfdoshingiz bo'lganmi? Hozir millionerdir o'shalar, misol uchun. Bormi? Yo'q. O'sha bormi? Malades bo'lam. Zo'r bola ekansan, sani psixdispanserga nimaga olib borishgan o'zi? Tushundingizmi? O'shaning uchun u narsaga mayli, glавныйsi nutqini yaxshilab olishimiz kerak. O'zini mana fikrini ayta olyapti, hamma narsasini bayon eta olyapti. Umuman umidni cho'ktirish kerak emas. Sizchi menga просто xafa bo'lgan joyim, mana shu bolani psixdispanserga olib borganligiga men xafa bo'ldimki, sababi bo'ldi biz buni aqli zaifligiga ko'ndik degandek tuyuldinglar.